Tadbirkorlikni yana bir kengaytirmoqchi bo'lganlar kreditlarni ochilgan. O'zbekiston lavhalarni ochilgan. Prezidentimiz 300 million qaror asosan 100 milliondan 300 millionga kredit beradi. Ayollar 18%, erkaklar 20%. 5 yilda 20 million tadbirkorlik mahsuloti. 100 millionga dizel shuni beradi. 100 milliondan 300 millionga dizel tadbirkorlik mahsulotlari. Eng kam foiz 18%. Imtiyozga ham 18% beradi. Tadbirkorlik so'mlasi faqat chorvachilik. Chorvachilikka moyga ochasizmi, nima qilsalar tadbirkorlik kreditlarini ochib 3 kunda chiqarib beradi. Banklaringiz bunaqa qilmaganki, tarixda biz banklar kredit beramiz 18%. Bir oy 15 kunda to'lab beradi. Tadbirkorlik yo'q, nima bilan misol ko'chirib qo'yamiz. Yordam bersinlar, kredit foizi chiqaradi, shu 18%. Biz javob ma'qul bo'lsa kredit 100 milliongacha dizel shunday chiqarib beradi, 100 million.